Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan birgalikda yana o'sha Mister Big X FC kanali. Bugungi videorolikda sizlar bilan FC Mobile Doping Pack qilamiz. Qani ko'ramiz qaysi o'yinchilar manga tushadi va qaysi o'yinchilar tushmaydi. Общий hisobda hozir bemalol 10 tadan ko'proq bo'lgan draftlarim mavjud va shu draftlarda hozir maza qilib Doping case qilamiz. Bundan oldin o'yinchilarning bitta statistikasi bilan tanishib ko'rib olsak, просто bomba kelgan. Ayniqsa Bruno Fernandes. Buni 120 overini qaranglar, mana buni statistikasini, dribling, passing, shooting, pace hamma narsasi zo'r. Talentlari ham qo'shilib ketibdi. Juda ham ajoyib. Portugaliyalik o'yinchi zo'r, просто zo'r. Endi best. Albatta bestni ko'rmasak bo'lmaydi. Best. Mana bu statistikani qaranglar. Hozirgi eng zo'r RB o'yinchi Messi bo'lib turibdi, to'g'rimi? Yoki qaysi yana bitta o'yinchi qo'shildimi? Belldan bemalol oshadi. Skorost dribling agar buni kuchaytirsanglar, skorost bemalol 204, dribling esa 210 bo'lishi mumkin, yana bilmadim. Bilsanglar Vinini kuchaytirganda tezlik 150 edi, dribling 149mi, 150 edi. To'g'rimi? Driblingni kuchaytirgandan keyin 209 bo'ldi va buni kuchaytirsa примерно 210 yoki 212 bo'ladi. Shunaqa bo'lishi kerak. Mana shu uchalasi yoqdi, ya'ni 4 ta o'yinchi Gabriel va Rice, Best va Bruno Fernandes. Qolgan o'yinchilar unchalik menga yoqmadi. Yana bilmadim. Xo'sh, endigi navbat podarkalarni olishga. Mana shu ataylab, mana shu YouTube kanalimga mana bu podarkalarni olmasdan o'tiraman. Qani bismillah. Birma-bir ochishni boshlaymiz. Hozir birinchi o'chirtda qancha almaz bo'lganini ko'rib olish shart. 25 ming almaz bo'pti. Bu juda ajoyib va hozir agar qani ko'rmoqchi edim. Kuchaytiriladigan materialni 825 ta. U yoqdan ham bor hali, juda ham ko'p o'yinchilarni kuchaytirib tashlaymiz. Agar zo'r o'yinchi tushsa, bu yog'i вообще zo'r bo'ladi. Yana bilmadim. Ko'pchilik bu eventni omadsiz, ya'ni bir nasib bo'lib kelgan deb aytishyapti. Ko'ramiz endi hozir birovlarning fikriga qarab qoladigan joyimiz yo'q va shuning uchun ko'ramiz qaysi o'yinchilar tushar ekan. Menga qolsa bitta striker tushib bersa, Holland tushib bersa zo'r bo'lardi. Bitta RBga o'yinchi olib kelsa, bu yog'i dahshat bo'ladi. Zo'r. Va u yoqdan ham anaqani olsak, 500, menimcha 500 mingta. Oy, materialimiz ko'payib ketar ekan, kuchaytiriladigan materialimiz. Wow, 1000 ta berar ekan bu yerdan. Gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r, просто zo'r. Xo'sh, mana bu yerdan ham podarkani olamiz. Bu yerdan ham esimizdan chiqib ketmasin, albatta. Va hozir almazlarni ko'rib olishim shart va zarur. 32 ming, 1400 qanchadir. Yaxshi lekin bu yoqdan ham olsak, menimcha bu yoqdan ham bir qanchadir ham bersa kerak, ya'ni trener versiyada. Oy. 1425 ta Mascherano. Yaxshi, bu yerdan ham olsak, hozir bemalol 2000 ta Mascherano olar ekanmiz. To'g'risi bu joy уже yomondan bir zerikarli. Va shuning uchun hozir olib bo'lgandan keyin yoqaman. Va mana olib ham bo'ldim. Ko'rib turibsizlar. Mana shu nimaligini to'g'risi bilmayman va tushunmayman. Shuni biladiganlar bo'lsa, kommentariya yozib ketinglar. Bilib tushunadiganlar bo'lsa. Xo'sh, bundan 2000 ta bo'ldi. Aha, tushunarli. Xo'sh, endi bu yerdagi podarkamiz tugadi va bu yerdagi podarkani ham olamiz. Nima berar ekan ko'ramiz. U 37 ming. Kam berar ekanlar, nega kam berdi? To'g'risi tushunmadim. 200 tacha Mascherano berdi.
Hozir oladigan joydan maskerani olamiz. Bundan oldin o'yinchilarni tushirib olishimiz shart. Va mana, ko'rib turibsizlar, Opempa ya'ni yig'ib ham oldim va qani anaqa? Mana 30,000 yo bo'ldi manimcha. Mana 30,000 va olamiz. 13,000 bo'ldi. Zo'r. 13,000 13 ta bo'pti. Zo'r. Va bu yerdan bitta ekan. Voy, nice. 14 ta draftimiz mavjud bo'ldi. 2300 ta shart bo'ldi bizda, ya'ni menda. Va shu shartni hozir birgalikda ochib olamiz. Yo, u taraf men bu magazindan olib bo'ldim va hozir ochamiz. Ya'ni to'xtanglar, bitta 4 tadan ochamiz. Bismillah. Kimdir tushdi? Nifiga себе. Angliya, LB, Manchester. Nico O'Reilly. Yaxshi, zo'r. Bilmadim. Yana ochamiz. Demo tushdi. Kimdir yurdi, kimdir tushdi. Mana shunda kimdir tushdi. LB bo'lsa, RB. Yaxshi, zo'r. RB kerakmi menga? Hozir 10 talikdan ochamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Qani FIFA, iltimos menga Best yoki Bruno Fernandes ber. Ya'ni bismillah. Yurdi-ya. 2 bo'ldi. Ya'ni kimdir tushdi. Braziliya striker. Blin, 116 tushib qoldi-ku. Nimaga? Menga 116 kerak emas-ku. To'xtanglar, hozir bitta zo'rni saqlaman. Shardsga almashtirsa bo'lar edi, lekin qayerda almashtirsa bo'lar shardslarga? Yo, belim tursin, belim kerak mana, bel bu. Bel kerak, albatta, обязательно bel kerak. Belni bundoq olib kelaman. Sonni ham bundoq olib kelaman. Buni ikkalasini ham hozir kuchaytiraman. Buni statistikasini ko'rish kerak. Kerak emas-ku bu menga. Bu unchalik menga kerak emas. RBni o'ylab ko'rish kerak. RBni bitta o'ylab ko'rish kerak. Agar buni olsam, 120 qilsam, buni bemalol RB. Qo'ysam. Kerak emas, to'g'ri. Hozir bu 116 mana. Mana shita almashtirib olsam bo'ladi. 7000 ta bo'lsa bitta striker olardim. 7000 ta bo'lmadi-ku. Davay, mana sitini striker va buni olib qo'yaman. LB kerak emas, O'raylik bundan kerak emas menga. Xo'sh, bularni beraveraman. Bemalol alishtirib olsanglar bo'ladi. 4000 ta bo'ldi va pastroq o'tishamiz. Bir normalniy o'yinchi 4000 taga ham bermaydi, to'g'risi. To'xtanglar. Beradi shekilli. Yana ozroq yozish kerak ekan, biling. Virgil van Dijk.
Virgil van Dijk. Yo'q. Xato qilish kerak emas. 900 ta bo'lar ekan. 900 ta 5000 ta. Uni menga kerak emas, to'g'risi bo'lar. Uni menga unchalik kerak emas. 5000 ta bo'ldi va shunaqa qilib yig'ib boraman. Xo'sh, men kuchaytiradigan o'yinchilarim bor va shu o'yinchilarimni hozir bitta kuchaytirib olaman. 117 SDM menga kerak emas, chunki men u sxemada o'ynamayman, to'g'risi. Kimga kerak bo'lsa olib o'ynasanglar bo'ladi. Tavsiya qilaman, olib o'tirmanglar buni. Просто jetoninglar jalga ketadi qoladi. Xo'sh, menga kerakli bo'lgan o'yinchi LV Son Heung-min va Son Heung-minni hozir biz full qilib qo'yamiz. Albatta. Isbaslariga yetkazish kerak. Isbaslar ham simi kuchli bo'lsa, passing zo'r bo'ladi, to'g'risi. LV bo'ldi. Qizartirib qo'yamiz, yo'q, bu yog'i kerak emas. Chunki men bu Rafinha unchalik yaxshi o'ynab bermayapti menga. Shuning uchun men buni Son Heung-minni o'rniga qo'yamiz. Zo'r. Oy. Kimni darajasini o'tkazsam ekan? Bruno Fernandes bor, shuni darajasini bunga o'tkazaman. 1006 bemalol yetadi. Easy peasy yetadi. Oy. Mana. Son Heung-min. Belli kuchaytirib tashlashim kerak edi o'zi. Mayli. Qani belli kuchaytirib olgunimcha kuchaytiraman. Bu kerak emas. Bekor olganman buni. Bu ham kerak emas. 121 bo'ladimi? Yo'q, 121 bo'ladi-yu, lekin to'xtanglar, buni kuchaytirganman-ku o'zini. 208 ta. 120 bo'lsa bo'ldi bu yoq, chutki. Bo'ldi, все. 120 bo'ldimi, bu yoq yetadimi? Давай ana shuni. Bay. Ana sizlarga-yu, mana sizlarga. Tarkib просто shikarniy. Xo'sh. Endi bu sxemaga o'tsam menga bitta защитник kerak bo'lyapti. Va LM bor, RM ham bor. Easy va Zizi buni o'tkazaman. Va buni bu yoqqa qo'yaman. 117 to'p qolar ekan, kerak emas bu. 119. Ana. Sizlarga, mana sizlarga. Xo'sh, bitta защитник kerak bo'lyapti, to'g'rimi? Qo'lda ham qo'yib bo'lmaydi. Demak, bu yerga bitta защитник olib kelishim kerak ekan, lekin 4-3-3 ham bo'laveradi menga hozir. 4-3-3 sxema ham menga yarashadi. Пока что. Hozirchalik. Пока время deydi. Buni bu yoqqa qo'yaman, buni bu yoqqa qo'ysam, shu bilan 120 bo'ladi, qoladi. Xo'sh, yana nima qoldi? Yo'q, bu yo'q. Tak. U 119 tots player. Buni statistikasi ham zo'r kelganda qaranglar. Agar ortiqcha bo'lsa, olib qo'yishim ham mumkin. Защитникni qarashim kerak men o'zimga. Защитник вообще kerak hozir. Дальний время menga защитник kerak.
19.000 kam, to'g'risi juda zo'r. Yo, ajoyib просто. Вау! Вау! Вот это поворот! Вот это поворот! Nичего себе, 7.000 ekan, 7.000 kerak ekan, блядь. Menga именно SSB kerak. Virgil van Dijk unchalik yaxshi emas-ku. Nu bilmayman. U bor, buyam bor, buyam bor. Golkiper kerak emas menga. Bu вообще kerak emas. Tak, menimcha opinkes qilib bo'lgan narsalarimni qilib bo'ldim. O'ylaymanki, video yoqqan degan umiddaman. Sizlar bilan hozirchalik Mister Begaks FC kanali bo'ldi. Keyingi videorolikgacha ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Всем пока.